Mana bu videoni chiqargandim. Qora bozorda odam organlari qancha turadi? Shuncha odam SMS yozdiki, bu SMSlarni o'qib ya yig'lagim kelyapti, ya kulgim kelyapti, ya asabim buzilyapti. Nimaga deysizlarmi, men hayronman. Nahotki shunchalik bu o'zimizni o'zbeklar tayyor bo'lsak, o'zini jonimni qurbon qilishga, ko'zini sotaman dedi, yuragimni sotaman, yuragimni sotaman dedi. Bu video prosta faktlar edi bu. Haqiqatan ham dunyodagi mana shunday endi meditsina termin tomonidan o'sha belgilangan narxlar edi bu. Lekin bu narsa sizlarni hech kim sotib olaman yoki sotinglar degan narsalar emas. Salgina aql bilan, farosat bilan ismingiz yozinglar, kimga yozayotganliklaringni bilib. Qanday inson zoti bunaqa narsalarga ishonuvchan yoki bunaqa narsaga Alloh taolo berib qo'ygan, biz tana bu seniki emas bu. Bepulga shunday berib qo'ygan narsalarni gapiraman desam gap ko'p. Ozgincha aqllaringizni ishlatinglar, iltimos. Mana shu SMS yozganlar millionta. Shu zamonlar, shu vaqtlar kelyaptimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib keting. Juda ham achinarli holat, real, juda ham achinarli holat.